Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugungi tayyorlangan navbatdagi videorolikimiz O'zbekiston qahramoni unvoni sohibi, o'zbek shoiri, tarjimoni va jamoat arbobi Abdulla Oripov tavalludining 84 yilligiga bag'ishlanadi. 20-asr o'zbek adabiyoti va she'riyatining taniqli vakili hamda O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi matni muallifi Abdulla Oripov 1941-yil 21-mart kuni Qashqadaryo viloyati Koson tumanining Bekuz qishlog'ida tug'ildi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagach, Toshkent davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakultetining jurnalistika yo'nalishiga o'qishga kirib, oliygohni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunladi. Abdulla Oripov talaba vaqtida respublika matbuotida Qushcha deb atalgan ilk she'ri chiqqan. 1965-yilda Oripovning Mitti yulduz nomli ilk she'riy to'plami o'quvchilar qo'liga yetib borgan. Abdulla Oripovning O'zbekiston oldidagi xizmatlari cheksiz. U mustaqil O'zbekistonning madhiyasi muallifi hisoblanadi. Abdulla Oripov g'azal janrida ham ijod qilgan. Jumladan 2024-yil nashr etilgan Buyuk soddalik nomli to'plamida 34 ta g'azali nashr etilgan. Abdulla Oripov mohir tarjimon hamdir. Jahon adabiyotining durdona asarlarini o'zbek kitobxonlariga yetkazishga ulkan hissa qo'shgan. Shoirning o'z she'rlari ham dunyoning turli tillariga, xususan rus, ingliz, bolgar, turk, turkman, ozarbayjon, tojik, uyg'ur tillariga tarjima qilingan. Shoir Abdulla Oripov O'zbekiston qahramoni unvoni, O'zbekiston SSR xalq shoiri, Do'stlik ordeni, Xalqlar do'stligi ordeni, Italiya yulduzi ordeni bilan mukofotlangan. Ardoqli shoir umrining so'nggi yillarini AQShda o'tkazdi. Abdulla Oripov 2016-yil 5-noyabrga o'tar kechasi Texas shtati Hyuston shahri kasalxonasida 75 yoshda uzoq davom etgan og'ir kasallikdan so'ng hayotdan ko'z yumdi.